Assalamualaikum. Hörmətli aziz qarindoshlar, hammalarga shu joy vaqt xayrli bo'lsin. Mening ismim Tug'luq Hamid, Shvetsiyaning poytaxti Stokgolmda yashayman. Ovoz chiqayotgan bo'lsa, tegiga ovoz bor yoki ovoz yo'q deb izlatgan bo'lsanglar. Ovoz chiqayotgan bo'lsa, ovoz chiqyapti yoki chiqmayapti deb izlatgan bo'lsanglar. Birinchi qitimliq chiqmay qolibdi. Qarindoshlar, hammalarga shu joy vaqt xayrli bo'lsin. Men Shvetsiyaning Tug'luq Hamid, Stokgolmda yashayman. Ben Perşembe'ye atanamniki, örlükki, erkinlikki, Xitay hükümetiniki atanamni koyup verişini talep kılıp Şvetsiya parlamentinin aldığı namayışına çıktım. Bizniki davanın içindeki özem uçurgan, nakakçılıkla, sesikçılıkla, rasatçılıklarını paşkip geldim. En mühimi bizniki qarindoshlar biz şu hayatda nimani xato qilgan desanglar, biz şu chet-elga chiqib, vatandagi qarindoshlarninki biz qinini sattık, bedelini sattık. Biz köşmeler idaresiga kirib, andaq qildik dedik. Lekin biz bu yerga chiqib, to'g'ri uning ichida bizim bo'lgan yap ichish bilan, o'ynab kulish bilan bo'ldik. Eng oxirida Xudoyim bizga mana shunda Xitoylarninki irqiy qirg'inchilik qilishi bilan o'zimizning qarindoshlarga ayni vaqtda ega chiqmagandik. Mana o'zimizning ota-onalari kirib, hozir solandi. Yana o'yg'onmasak qarindoshlar, yana o'yg'onmasak buningdagi Xitoy qirg'inchilikni to'xtatmaydi. Uyg'ur Sharq Turkiston yani mustaqil bo'lguncha Xitoy qirg'inchilikni to'xtatmaydi. Shunaqa qarindoshlar, ota-onamizga ega chiqayli, vatanimizga ega chiqayli, vatandagilarning ovozi bo'layli. Mayli qanchalik sizningki qanday xatoliklaringiz yoki qandaqlaringiz bo'lsin, siz uni qarab qo'yib turib, cho'qim vatanga, zamonga, millatga ega chiqishingiz kerak qarindoshlar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi yillardan beri da'vo qilyapmiz, kishilik huquq talab qilyapmiz. Uyg'urlarning diniy erkinlikini talab qilyapmiz deb bizni aldab, Uyg'ur jamoatidan har xil tashkilotlarni qurib, aldab, pul yig'ib, o'zlarining yanchiqlarini to'pladi. Havoyi havas, sharab, aroq, buzuqchilik, qochoqchilik, zahar atkazchiligi, vatandagilarni Rabia Qodir, Umar Qanot, Abbas ailesi, Olim Sitov bu 5 milliy munofiq indigenes qilish orqali Xitoyga lagerning yo'lini ochib berdi. Rabia Qodir Uyg'urninki cho'qim javobini berdi. Biz meni o'tganda Sharq Turkistonning bayrog'ini tutib qolgancha voy tavba qilib cho'mkishlar andamanda dedi. Men qo'limda yana Sharq Turkistonning bayrog'i turibdi. Men shunda qasam qilamanki, Rabia Qodir, Umar Qanot, Do'lqin Isa, Abbas ailesi, Olim Sitov cho'qim javobini bersa buningki. Sen cevabını bergiçe biz seninki aramağını koymayımız. Rabia Qodir, sen milli münafık işitinin küçük resva xotin, sen ballarım kirip ketdi, andamanda dedin, ballarım küçüklenip işitinin kurtirek vatanda olup ketdi. Never çakılı koyup kettin. Sen qaysi bedelini töledin. Seninki Ahmetcan Qasım'ninki, ayali Maynur Qasım'ninki, Nungyayin Xan arqılıq, sana milyon pul berip, seni yağaladın kötürüp, sen yağlarda oturasya materyal çıkağanda ko'p Uyg'urlarning qahramoni bo'lib, sen ameliyatsa aşağıda mı türmede yatmadın? O türmeyatka videolarını mı? Fakat sen artist. Sen rol elip, yalgan manevi anı bulup, sen Uyg'urlarni aldab, bizni indigenous peoples'a sen vatanning ichida mushu vazifani ep keldin. Amerikadagi demokratlar qil desa sen shuni qilding. Tibetlar qilmadi, sen qilding. Onundan keyin 50 ming dollar pulninki hisobini bersa, Avustraliyadagi qarindoshlarniki 125 ming dollar lagerdan chiqarib bermadigan, uning hisobini bersin. Dunyo Uyg'ur qurultiyi jarayonida sen qanchalik Amerika hukumatiga bosh to'lding, qanchalik pulni qarib pulni tiqding, qanday qilding, sen uningki cho'qim hisobini bersin. Sen bilmasan, biz hozir men Uyg'ur so'zlayotgan bilan tayyorliqlarni qilib qo'ydik. Buningdan keyinki Dunyo Uyg'ur qurultiyiniki rasvochiliklari birishining oldida so'zlaganlar hammasi inglizcha tarjima qilyapti, inglizchada so'zlaymiz. Matbuot chaqiramdi, bexatarlik dars chaqiramdi, saqchi chaqiramdi, uning hisobini, javobini o'zim beraman. Shuningga qarindoshlar,
bular hech qachon ish qilmaydi. Ishchi bilan teshi moslashadi. Misol, munosabat ishlaydigan erkakda bu milliy munofiq o'tganda Amerika hukumati Beijingdagi qishliq olimpikni boykot qilgancha erkakda nima dedi qarindoshlar? Amerikaning nenini yeb turib, Amerikaning suyini ichib turib, Amerika tutuqi desab turib, bir odamni uyiga mehmonga chaqirmasa, uni boykot qilgan degan bir lavozlik degandek gapni qildi. Asli Amerikaningki narsiga ovoz qo'shish kerak. Prezident Trump efendim Xitoy virusiga Xitoy virusi deb qamg'urgan chaqda Twitterda bu odam so'zlashni bilmaydi, undaq qilishni bilmaydi deb bunday gap qildi. Bu cho'shqining kuchkiningmi bo'yanda yo'g'on ilmaglik var. Buningki ilmaglikni aşı sayram o'g'landan, mushu so'zlayotgan taqir-tuqir narsalardan Uyg'urlarningki qirg'inchiligi Yahudlarnikilik emas. Biz yani baxtlik deb yolg'onlardan tashviqot ilib berib, vatanning ichidagi narsalarni qilyapti. Vatanimizningki ichida irqiy qirg'inchilik yuzlariga qarindoshlar, mana oldimizda turgan lagerdagilarningki oshkorlangan 2884 parcha rasmningki bir qismlari. Mana bu Uyg'urlar jumladan bizning ota-onamiz mushu irqiy qirg'inchilikqa nima sababda uchratdi? Qarindoshlar, zimin bizning bo'lganligimiz uchun uchrayotdi, ham biznikini mushu indigenuslarniki kategoriyasiga kirgizib qo'ygan. Bu jinoyatni Rabia Qodir, Umar Paxshak, Olim Sudyuk, Abbas munofiqlari hammasi bizga mushu qalpoqni kiydirib o'tkazdi. Shuningga qarindoshlar, da'voninki hozir to'g'ri yo'lga tushishidan Xudoyim buyursa to'g'ri yo'lga chiqib ketdi. Hatto bizning da'volarimiz NATO'ningki ichida so'zlanishga boshladi. Unda Birlashgan Davlatlar Tashkilotida kishilik huquq indigenus unda axlatlarni tashib etish kerak qarindoshlar. O'zimizningki yenidan o'zimiz pul chiqarib o'zimizning da'vosini o'zimiz qilishimiz kerak. Birovninkin olib qo'ygandan keyin oni so'zlaysa, ayaga abatidi, meyaga abatidi deb xalqning puliga yatoq qilib, yeb, ichib, yolg'on rasmga tushib, oning bilan ko'rashdik, prezident Bayden bilan ko'rashdik, oning bilan rasm tushib, mani qilib, Uyg'urning hissiyotini o'ynab, buzoqchilik qilib, toza qildi, Turkiyaga kelib, beshiga yog'liqatni bilib, nomus qilmay Uyg'urning hissiyotini o'ynab, atlas kiyib, konvoy ko'ylak kiyib olgan bilan ishchan sanqaqningki, Xitoy oshiqligi bilan to'lib ketdi. Tishingni faqat Uyg'urningki kiyim-kechak bilan pardozlagan bilan menang tafakkur qilishing, o'ylashing, da'vo qilishing hammasi Xitoyningki boshqarish bilan menyotdi. Shuningga qarindoshlar, ota-onamizga vaqtini ega chiqayli. Ota-onamizningki borida xizmat qilib olaylik, mayli. Ular qanchalik bir ish bo'lsin, turmada yotamdi, 10 yil yotamdi, 100 yil yotamdi, yo ashundan uchun o'lib ketam, yo qanday qilsin, ular cho'qim ega chiqadigan bizningki cho'qim farzandlik burchimiz. Shu. Yana bir gapda o'kini meningki Sharq Turkistonning bayrog'ini tutib, men vatanning bayrog'i qo'ygandan keyin shuni tutib nima qilish jarayonida naq maydon qilib bo'lib, undan keyin azroq vatanning bayrog'ini tutib, millatning oldida qasam ichgandagi odamning ko'zi yosh bo'ladi ekan. Ashta debdi bu Tug'luq Hamidni cho'ng kuchlar o'qitdi deb. Va bugun yana bir qaytim deb qo'y. Men qo'limda meni Sharq Turkistonning bayrog'i turibdi. Men shunda qasam qilmanki, men bu yo'limdan menga qanchalik pitni fasad, hukumat va yoki qanday ishlar bo'lgan qat'iy qaytmayman. Mening dushmanim birinchisi Xitoy, undan keyin Xitoyda ishlayotgan xoyillar, da'voni xato qilayotganlar. Bir kun xato qilmasa, bir kun oldiga chiqib deyman, rasvochiliklarni ochaman. Qanday gepi yoki qanday bir narsa bo'lsa, ana sotib berib qilibdi, soqchiga berib qilibdi, axtarib qilinmabdi. Chunki nimishga hukumat biladi, undaq sistemlarga olmaydi. Shuningga mening qo'limda yana Sharq Turkistonningki bayrog' turibdi. Men shunda qasam ichamanki, Rabia Qodir, Umar Qanot, Olim Sudyuk,
Abbas munofiqlari senlar cho'qinma shunga badal to'laysa. Balaqchalığını chiqarib yetaman lekin. Endi inglizchada so'zlab, yana bir narsa so'zlab, anda aylaqında küçükleringdan apa axlatlaringni. Mana hisobini bersa, jim o'tirsa. Mana hisobini bersa. Maninkini cho'qim bersa, olgan pul, qo'yilgan, yegan, ichgan bütün narsaga hisob kitob bersa. Yaqin yana Amerikaninki federal hukumatlarda 4 tane Xitoy jasus tutildi oldingidan sir. Endi uni teshib chiqsa kim chiqadi? Balkim Foshichoningni chiqadigan vaqt bo'lib qoldi. Foshicho chiqdi degan gap, Uzat Altay chiqdi degan gap, Rabia Qadir chiqdi degan gap Amerika Uyg'ur birlashmasi keyindan so'rilib chiqadi. Zaman, makan, vaqt tayyor kelyapti narsaga qarindoshlar. Hech narsadan qo'rqmaslik kerak. Ularninki tilliganlardan, yana bir nima qilganlardan, o'ndaq bir narsalardan ularning qisqacha qilmoq qo'ymaslik kerak. Bizniki bu cho'ng bir tuproqning davosi. Shuningga xoyillar tipirlab ketibdi, o'ltiramay qilyapti. Shuningga mustaqillik degan qo'rqishi bor, mustaqil bo'la olamsan, sening nimang bo'lyapti, Xitoyning puli bor, harbiysi bor, ko'ryapmiz Xitoyninkini. Osmonda uchayotgan Xitoyni pastga tushirib qo'ydi Amerika. Faqat yig'ishtirildigan vaqti qoldi. Hamma narsa dunyoninki shaxmatga o'zining yo'li bilan mengib, o'zi joyiga keladi. Xitoy virusninki yo'qolishi, Xitoyning parchalanishi bilan dunyo muqim holatga keladi. İnsanlar baxtli turmush yashaydi. Dunyo kartasidan vatanimiz Sharq Turkiston qaytadan o'rin oladi, lager taqiladi. Milliy munofiqlarni o'zininki jazosini beradi. Qarindoshlar rahmat. Unda bo'lsa, qarindoshlar rahmat. Men o kamera tatayotgan do'stimizning ishi bor. Men o'zimning mashhadiyani turibdi bir asar faoliyatimni qilaman. Bugun dam olish bo'lganligim uchun, oldin hafta Norvegiya bo'lganligim uchun, undan keyin kelib ish chiqib ketganligim uchun namoyishdan bizga kechikib ketildi. Undan so'ng baribir parlament a'zolarimi semestr deymiz, yozlik dam olishga chiqib ketgan bo'lishi mumkin. Bugun ayada taqib turdi. Shunda bo'lsa-mu, lekin men dunyo xalqiga, dunyoning har qaysi joylarida kelgan turistlarga yoki mushahid xalqlarga Xitoyning rasvochiligini ko'rsatish uchun baribir yana dam olish kunim bo'lsa, shu parlamentda bo'laman. Qarindoshlar rahmat.